Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opajonim, salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Muniraxon opajon, tavallud ayyomlaringiz payg'ambarimizga ummat, Allohimga banda, yaqinlariga esa eng buyuk ne'mat bo'lgan kuningiz, yangi yosh, yangi bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sizni ayni daqiqalarda O'zbekistonning sirli tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Siz bilan g'oyibona suhbat qurayotgan loyiha boshlovchisi Jarosxon bilan aloqadasiz. Bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etib qutlash maqsadida loyihamizga ajoyib, samimiy va go'zal bo'lgan dilnoma, dil izhorlar yetib kelibdi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? O'zlarining yurakdagi tilaklarini sizga noodatiy va go'zal tarzda yetkazish maqsadida bizga murojaat qilgan yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin deb o'ylaysiz? Ha, rahmat. Shunchalik tabriklaganingiz uchun. Ha, opam tabriklarni yo'llagan ekanlar. Ming rahmat. Doimo ulayim sog' salomat bo'lib yurishsin. Sizga ham rahmat. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin opajon. Chindan ham juda ham go'zal taxminlar qildingiz va topdingiz ham. Sizga ushbu tilaklarni barcha oila a'zolaringiz nomidan mehribonlaringiz bo'lmish jiyanlaringiz Zohidjon, Azizjon, Nodira, Dilshodaxon hamda mehribon qaynonangiz hamda qaynota otajoningiz nomlaridan ham. Qolaversa tog'dek qalqoningiz Ibrohimjon aka va barcha yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz nomidan jon jigaringiz kezi kelganda sizga ham opalik, ham onalik, ham dugonalik qilgan qadrli opajoningiz To'yguloy opa tabriklab qoladilar. Rahmat opamga ham. Bolalariga bosh bo'lsin opam ham. Nevaralarini katta qilsinlar. Shu Ilohim. hammadagi uyimizdagilarga ham, qaynonamga ham, qaynotamga ham hammalariga rahmat. Hamma tabriklar uchun rahmat. Sizga ham Rahmat. katta rahmat. Doimo sog' salomat bo'lib yuringizlar. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Oqibatingizga va baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Ijozatingiz ila ular tomonidan yo'llangan dilnomalarni o'qib eshittirib o'taman. Yanog'ida binafshalar ochiladi, iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng sarasi mening singlim. Bir oh desam, hatto jonin fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Yuragini bosmasin hech alam deyman. Sen dunyoda eng chiroyli sanam deyman. Jonimizni o'ylar kichik onam deyman. Singillarni eng sarasi mening singlim. Yaratganim omon qilsin sirdoshimni, mayli unga olib bergin bardoshimni. Iltimosim oqizmasin ko'z yoshini, singillarning eng sarasi mening singlim. Assalomu alaykum mening qadrligim, mehribonim, suyukligim, jondan-da aziz bo'lgan, Alloh bergan singiljonim. Bugungi tavallud ayyoming bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Hamisha go'zallikka to'lib chiroyli bo'lib yur. Nurli yuzingdan tabassum, ko'zlaringdan esa quvonch arimasin. Seni juda ham ko'p yaxshi ko'raman. Baxtimga oltin boshing omon, tanu joning sog' bo'lsin, chinor qadding bukilmasin, umring baxt va omadlarga boy bo'lib o'tsin. Ingdan fayzu barokat hech qachon arimasin. Ilohim doimo farzandlaring orzu-havasini ko'rgin, birgalikda haj va umra ziyoratlariga borishligimizni ham Allohim nasib aylasin. Qadrligim, bundan ulug' yoshlarning sohibasi bo'l. Alloh umringni qolgan qismini uzun qilsin va shodlik deya atalgan chechaklarga bezasin. Oramizdagi mehr oqibat hech qachon buzilmasin. Kelgusi yillarda ham bir dasturxon atrofida yig'ilib, quvonch shodliklarga to'lib tavallud ayyomlaringni ko'pdan ko'pini birgalikda nishonlab yuraylik. Qadrligim, mehribonim, seni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman. Shu damgacha o'rtamizda bilib bilmay bo'lgan dilxiraliklar uchun sendan uzr so'rab qolaman. Qadri qadidan-da tog'lardan-da baland bo'lgan suyukligim yana bir bora tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya o'zlarini ushbu samimiy izhorlarni sizga o'qib eshittirishimizni so'rab qolishgan edi. Rahmat. Opamga ham rahmat. Sog' salomat bo'lib yurishsin. Sizga ham ishlaringizga rivoj. Rahmat. Doimo sog' salomat bo'lib yuringizlar sizlar ham. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Doim mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib sevilib mehr muhabbatga ko'milib yashang. Sirli tabriklar loyihamiz va loyiha ijodkorlari tomonidan ham ushbu go'zal kuningiz bilan biz ham chin dildan qutlab qolamiz. Allohim ikki dunyo saodati, rohati, farog'ati ila siylasin. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz ham charchamang. Rahmat opajon, tashakkur. Oilamiz bilan hammamiz sizga salom deyishyapti mana.
Hammalari. Salomat bo'lishsin, sog'lik, omonlik tilaymiz opajonim. Omon bo'ling. Rossiyadan, Chelyabinsk oblastdan hamma bolalarimdan, xo'jayinim mana. Hammalari salom deyishyapti. Rahmat. Sog'lik, omonlik tilaymiz opajon. Qanday ezgu maqsad, tilak va niyatlari bo'lsa, barchasini ro'yobga chiqishini va ularni sohibi bo'lib yurishlarini tilakdoshiman. Omon bo'ling, salomat bo'ling, tuningiz osuda o'tsin, oqshomlaringiz xayrli va fayzli bo'lsin. Siz ham salomat bo'ling. Rahmat opajonim. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, guringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Opa